Bitta mana patologiyadan boshlaymiz. Kvartira вообще hamma yo'g'i chotki. Eng qimmat narsa ishlatilgan, topli pol qilingan 130 kvadratli xonadonimizga kelganmiz. Xonadonimizning narxi $90,000. Bu nimaga $90,000? Bitta ko'rasizlar, 130 kvadrat 3 xonali, juda ham katta planirovkali kvartiramiz. Kvartirani sami mana bu holni ko'ryapsizlar. Bundan tashqari mana yerda bitta akvariumimiz bor. Akvariumni ham chotki qilib qo'yibdilar. Bu yerda sanuzel, mana bitta yosh oilaga mana yerda spannilari bilan hamma yo'g'ini jihozlar bilan qilib qo'yilgan ekan. Shkaflarga endi chiroyli mehr berilgan, ichlariga svetlar qo'yilganmi bu yoki svetlimi o'zi bilmayman, lekin dizaynini zo'r ishlashibdi. Narxi 130,000, lokatsiyasi har doimgidek Kirgilida. Kirgilida Temir bozorda Qizil Mo'yka bor, bilasizlar. Qizil Mo'ykaning to'g'risida 3 ta novostroyka bor. Bular ko'rsataverasiz. Novostroykaning to'g'risida 3 ta kvartira bor, 3 ta domimiz bor yangi. Xo'p, o'shini o'rtada domni ikkinchi pod'ezdi, birinchi etaj. Pastda egalar raqamini qoldiryapmiz. Telefon qilib bemalol so'rasizlar. Bu yana bitta xonamiz. Narxini 90,000 baholaganmiz. Kelishadigan xonasi bor. Kvadrati 130 kvadrat, 3 xonali. Pollarimiz parket bo'lgan, ponni uteplit bo'lingan. Maytga kafer qilingan hisobi ko'chadan kirganda artib netib, hali loy-poy bo'lsa ham chiroyli qilib artib netib chiroyli hisoblanadi. Bu oshxonamiz. Oshxonamiz ham holati juda ham zo'r, katta, keng, bemalol 10 kishi desiz 10 kishi sig'oradi. Aytganimizdek parket bo'lgan, ponni ham yo'q, uteplit bo'lgan, ular topli pol bo'lgan. Narxi sizlarga 90,000. Mana shu qilgan ustalar nomeri ham bor, egalar raqamidan so'raverasizlar. Mana shunaqa qilib dizaynini ham qilib berishar ekan. Kvartiramizni kelishilgan narxda berib yuboramiz.